Salom hammaga, bugun sizlar bilan Buzi Gaming. Bugun sizlar bilan biz Escape o'yinini o'ynaymiz. Ya'ni qochish o'yinini o'ynaymiz. Biz sizlar bilan chiroyli kontentlar olib boramiz hali. Bundan da zo'r videolar kanalda bo'ladi. Menga like va obuna bo'lishni unutmang. Qani o'yinga o'tamiz. Hozir biz mana birlikda tushishimiz kerak ekan. Tushamiz hozir. Tak, bu joy menga qiyin emas. Hop. Yana bitti. Bo'ldi. Ko'rasam meni zo'rlaydi aslında. Bu joyda bu qopqonlardan tush kerak. Tak. O'tib olamiz. Hop, bo'ldi, ketdik. Yerga set. Ana endi baliq chiqsa kerak. Yani ovoz kelyapti. Qoch. Qayerda yo'l bor? Yo'l yo'q-ku. Tak mayda bo'lsa kerak. Mana bor ekan. O'tamiz. Tushib ketdi. O'zimizdan tushamiz. Yo'q bo'lib qolar ekan-da. Hop. Men professional bo'lib ketganman. Ko'ryapsanmi qanday uchun? Hop. Bo'ldi. Asta endi bu tarafga o'tamiz. Bu turbalarni ustidan o'tish bu hech kim slabin narsa. Mana o'tyapmiz bolalar. Aslida nimaga rang-barang? Mayli, unisi ketib qolaveramiz. Axir bu o'yin. Tik ozgina qoldi tushib ketishimizga. Voy. Bosib ketdi voy. Sal qoldi tushib ketishimga. Zinadan chiqdik. Hop, ketdik bo'ldi. Bu paydo bo'lib qoldimi? Yo'lda o'lib qo'ygan menimcha bu. Bashiringga aytdim. Qarab turishim qara o'ynadi. To'r. Odamlar kallasini ilib tashlagan devorga. Vahshiy. Bo'lishamiz. Hop. Bu oyoq sindi. Haqiqiy hayotda agar bu shunaqa joydan sakrasa oyoq ikkiga ayrilib ketadi. O'tamiz bu yerdan. Mana qora to'rbichakni bosib menimcha qisib qolsa kerak biz mana o'tkir ninalar. Ketdik. Hop, bo'ldi. Endi bu yer qanaqa? O'tamiz. Yana paydo bo'lib qolyapti. Chitib qo'ygan. Nima bo'ldi? G'irromchi. Tepaga chiqamiz. Bunchalik uzoqmi? Hop, yana. Buncha bu tugamayapti, do'stlar. Mana bo'ldi, ketdik уже. Vahima qilib yotibman. Ketdik. Ozgina qoldi. Hop, bo'ldi, ketdik. Tak, bu joylarda o'tish oson. Hop, balaya deydi. Ketdik, zinadan chiqamiz. Chaqqongina ekan. Meni personaj ketdik bo'ldi. Nima o'tdi? Ba'zim bitta suyda chiqib qoldi. Kelyapti anu. Deb. Tavba. Ketdik bo'ldi pastga. Qolib ketdi anu. Isqirt. Hop. Bu yerdagi turbalar вообще qiyin. Tushib ketay deyapman, ko'ryapsizlarmi? Bo'ldi, endi bu yoqqa oson. Bu nima? Izza lazer bu. Tushib ketishim ozgina qoldi. Hop. O'rtaga salgin uzunroq ekan, bo'ldi, ketdik bu yerda. Skeletlar, kolleksiya qilib qo'ygan ekanda. Oldi suyak sindiramiz. Hop. Sinib ketdi. Sinmadi mana. Qorniga ana eshikni ochgich qo'yib qo'ygan ekan. Biroz eplab tashladim, ko'rdilaringmi? Bo'ldi, chiqamiz. Videoni sal tezlashtiryapman bu yoqda, chunki rosa chiqishi mushkul ekan, вообще qiyin ekan. Chiqib olamiz. Bo'ldi. Davay, endi o'ynaymiz. Hop, o'tamiz. Tush tez. Yur, davay. Yes, bo'ldi, o'tdik bu yerdan. Ozgina qoldi, salqingiz bor. Odam chaynab ketadi, buni pasi. Hop, bo'ldi, endi o'tdik, bo'ldi. Hop. Ketdik. Davay. Bundan ham o'tamiz. Voy, tushib ketibman, voy, jinni tushib ketibman. Tepada turilib qoldik. Bo'lmaydi, davom etaveramiz.
tushundim. Pastga tushib marraga qo'yib pastga tushib ketsa, tepada tirilib qoladi. Yaxshi. Men sakramayapti, davay ketdik. Tepadan uni bo'laklar odam kallarini tortadi. Ustiga tushib ketsa kerak. Oxirgi. Davay, yes. Bu yer qanaqa joy? Hozir mana ustidan sakraymiz, bo'ldi mana. Endi ketdik tepaga. Raz, dva. Raz, dva. Mana keldik zamonga. Ketdik. Pastga tushib, boyanga o'xshab tushib ketay dedim-ku, o'shanga o'xshab qolib ketdik bo'ldi. Kichkinagina qo'yib qo'ygan qaranglar, bo'ldi. Bizga slab narsa o'tib ketaveramiz, farqi yo'q. Qayerda o'tamiz? Lavani ustida yuramizmi? Yolg'on lavamikan? Hadi yo'q. Ha, mana bildirmay qo'yib qo'ygan qaranglar g'ishga. Ketdik bo'ldi. Op, bo'ldi. Men bu yerda professional. Exit chiqish debdi. Biz tugatdikmi? Yana ham uyga qoch deb yozib qo'yibdi, yerga yashil yozuvdi. Boyagi borayotgan uyimiz maytdan oynani sindirib chiqib ketsak bo'lmasmidi? Jannat qo'yganda bular. Ketdik bo'ldi. Qayerga yuramiz? Mana kim yozib qo'ygan ekan? Uyga qoch deb, run home debdi. Ketdik bo'ldi. Yana ovoz chiqyapti. Yana o'zi voy qoch. Battar bu daraxt qisilib qolding. Hali hozir o'yin tugatgan bo'lishi mumkin. Videoga like va obuna bo'lishni unutmang. Biz sizlar bilan zo'r kontentlar qilamiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Hali xudo xolasa boy bo'lib ketaman. Shuning uchun prikolnik aytayapman endi. Agar shunday ketishda davom etsam, sizlar menga like va obunani ayamasdan bossalaring, xudo xolasa aniq boy bo'lib ketaman.